Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizlarga BirXBet platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkinligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Avvalo, BirXBet platformasining rasmiy sayti yoki mobil ilovasiga kiring. Bosh sahifada joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng sizga ro'yxatdan o'tishning bir nechta usullari taklif qilinadi. Masalan, telefon raqami orqali, elektron pochta orqali yoki tezkor ro'yxatdan o'tish usuli. O'zingizga qulay bo'lgan variantni tanlang va kerakli ma'lumotlarni kiriting. Agar telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, mamlakat kodini tanlab, telefon raqamingizni yozing. Agar email orqali ro'yxatdan o'tsangiz, faol foydalanayotgan elektron pochta manzilingizni kiriting. Keyingi qadamda xavfsiz va mustahkam parol yarating. Parolda katta va kichik harflar, raqamlar hamda maxsus belgilar bo'lishi tavsiya etiladi. Bu akkauntingiz xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi. Ro'yxatdan o'tish formasini to'ldirayotganingizda promo kod maydoniga e'tibor bering. Agar promo kod maydoni mavjud bo'lsa, unga BirXBet Pro promo kodini kiriting. Shundan so'ng ro'yxatdan o'tish jarayonini davom ettiring. Promo kod bilan bog'liq bonuslar yoki aksiyalar mavjud bo'lsa, ularning shartlari platforma tomonidan belgilanadi. Shu sababli bonus qoidalari bilan oldindan tanishib chiqish tavsiya etiladi. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiritganingizdan so'ng, foydalanish shartlari va qoidalari bilan tanishing hamda rozilik belgilarini qo'ying. Keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Ayrim hollarda akkauntni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Buning uchun telefon raqamingizga yuborilgan SMS kod yoki elektron pochtangizga yuborilgan tasdiqlash havolasidan foydalaning. Tasdiqlash muvaffaqiyatli yakunlangach, akkauntingiz faol holatga o'tadi va platformadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Shuni unutmangki, ro'yxatdan o'tish vaqtida barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiritish juda muhim. Chunki keyinchalik akkauntni tasdiqlash yoki mablag' bilan bog'liq amallarni bajarishda qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. Yana bir muhim jihat, har qanday pul tikish yoki qimor xizmatlaridan foydalanishda mas'uliyatli yondashuvni saqlang. Faqat yo'qotishga tayyor bo'lgan mablag'laringiz bilan o'ynang va mahalliy qonun qoidalariga amal qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.